6 ta qizi bor, amaki. Tabriklayman, homilangiz o'g'il. Yes! O'g'il, boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Ushbu koshonamizga Stop, aka qanaqa koshona klinikamizda deng. klinika to'y boshlovchimiz xarid topyapsiz. Aka, Bu klinika bo'lsa klinika. Sen koshona deysan. Klinika. Jajji chikko sekka. bolalar gap yo'q. Ovozinglar bamisoli bulbuldek. Nima deganingiz u? Akajon. Mayli. Ket. Jajji chikko. Qarindoshlar, hormangizlar bugun Shohjahonni 3 oyligini nishonlayapmiz. Mazza qilib Hali tug'ilmagan-ku. ona qornida 3 oyligini nishonlayapmiz. Qo'shig'ingni ayt. Qani ketdik. Bola, to'y bola. Stop. Qanaqa bola? Homila bo'ladi. Siz kimni bo'ylayapsiz? Uka. Aka, bu qo'shiq aytishni bilmaydi. Sen chetroq turib tur. Homila, jon homila. Xullas, tayyor turamiz. Hozir xotinim eshikdan chiqishiga yuz bo'lsa ham bizdan jahon. Dadasi nima qilyapsiz? Sen bu xonada emasmiding? Yo'q, bu yoqda edim. Nima bo'ldi? 7-sini qiz deyishyapti. Aka, endi bola deymizmi, homilami? Klinika deymizmi yo koshonami? 6 ta qizni katta qildik, 7-sini ham katta qilamiz-da. Nima to'ladi jonisi? Endi 8-si o'g'il bo'lib qolar. Voy. O'zingga kelgan, hali qiladigan ishlarimiz ko'p-ku. To'y qizim, o'zimni oy qizim.